AQSh prezidenti Donald Tramp va Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy o'rtasida Oq uyda o'tkazilgan muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Ommaviy axborot vositasi vakillari ko'z o'ngidagi uchrashuv davomida tomonlar bahslashib ketdi. Asosiy bahslashuv zaldagi jurnalistlardan birining Tramp Putin bilan haddan tashqari yaqinlashib ketayotganidan xavotir haqidagi savoli bilan boshlandi. Agar men ularning ikkisi Putin va Zelenskiy bilan ham munosabatlarni saqlab qolmaganimda kelishuv bo'lmasdi. Siz mening Putin haqida dahshatli gaplar aytishimni, keyin esa "Salom Vladimir, kelishuvimiz qanday ketyapti?" deyishimni xohlayapsizmi? Bu ish bermaydi. Men Putin bilan ittifoqchi emasman. Men hech kim bilan ittifoqdosh emasman. Men Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ittifoqdaman. Butun dunyo manfaati uchun, men hammaga yaxshi bo'lishi uchun tinchlik bilan ittifoqdaman. Men bunga chek qo'ymoqchiman. Putinga nisbatan nafratini ko'ryapsizmi? Bunday nafrat bilan bitim tuzish men uchun juda qiyin. U juda qattiq nafratlanadi va men buni tushunaman, lekin shuni aytishim mumkinki, boshqa tomon ham undan mamnun emas. Shunday ekan, bu ittifoq masalasi emas. Men butun dunyo bilan ittifoqdaman. Men buni hal qilmoqchiman. Men Yevropa bilan ittifoqdaman. Biz buni qila olamizmi yoki yo'qmi ko'rmoqchiman. Qattiqqo'l bo'lishimni xohlaysizmi? Men siz ko'rgan har qanday odamdan-da ko'ra qattiqqo'lroq bo'lishim mumkin. Men shunday qattiqqo'l bo'lamanki, lekin siz hech qachon bunday yo'l bilan kelishuvga erisha olmaysiz. Yaxshi, yana bir savol. Men bunga javob bermoqchiman. Shunday qilib qarang. 4 yil davomida Amerika Qo'shma Shtatlarida bizda matbuot anjumanlarida nutq so'zlagan va Vladimir Putin haqida qattiq gapirgan prezident bor edi. Keyin esa Putin Ukrainaga bostirib kirdi va mamlakatning katta qismini vayron qildi. Tinchlik va farovonlik yo'li diplomatiya bo'lishi mumkin. Biz Jo Baydenning yo'lini sinab ko'rdik. Ko'ksimizga urib, Qo'shma Shtatlar prezidentining so'zlari Qo'shma Shtatlar prezidentining harakatlaridan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdik. Amerikani buyuk mamlakatga aylantiradigan narsa shundaki, Amerika diplomatiya bilan shug'ullanadi. Prezident Tramp ham shunday qilmoqda. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Albatta. U bu hududlarni 2014-yilda egallab olgandi. Shunday qilib, ko'p yillar mobaynida men nafaqat Bayden haqida gapiryapman. Prezident Obama, keyin prezident Tramp, keyin prezident Bayden, endi yana prezident Tramp. Xudo xohlasa endi prezident Tramp uni to'xtatadi. Ammo 2014-yilda uni hech kim to'xtatmagan. U shunchaki ishg'ol etgan va xohlaganini qilgandi. U odamlarni o'ldirgan, tushunyapsizmi? 2015-yildami? 2014. O'shanda men yo'q edim. Ha, xuddi shunday. Ammo 2014-yildan 2022-yilgacha ham vaziyat keng ko'lamli bosqindan keyingi vaziyat kabi edi. To'qnashuv chizig'ida odamlar halok bo'lardi, uni hech kim to'xtatmasdi. Bilasizmi, bizda u bilan muzokaralar, ko'p tomonlama muzokaralar bo'lgan. 2019-yilda yangi prezident sifatida u bilan kelishuv imzolaganman. Men u bilan Makron va Merkel bilan o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv imzoladim. Ularning barchasi menga u hech qachon hujum qilmasligini aytishdi. Biz u bilan gaz shartnomasi imzoladik. Ammo keyin u bu sulhni buzdi, odamlarimizni o'ldirdi va asirlar almashuv o'tkazmadi. Holbuki biz asirlarni almashish bo'yicha kelishuv imzolagandik, ammo u bunday qilmadi. Shunday ekan, siz JD qanday diplomatiya haqida gapiryapsiz? Men mamlakatingizning vayron bo'lishiga chek qo'yadigan diplomatiya haqida gapiryapman. Janob prezident, avval kabinetga kelib, Amerika ommaviy axborot vositalari oldida buni muhokama qilishingiz siz tomoningizdan hurmatsizlik deb o'ylayman. Sizda kadrlar bilan bog'liq muammolar bor. Ushbu mojaroga chek qo'yishga harakat qilgani uchun prezidentga minnatdorlik bildirishingiz kerak. Siz hech Ukrainada bo'lganmisiz? Bizda qanday muammolar borligini aytyapsiz? Bir marta keling. Men aslida bu reportajlarni ko'rganman va nima bo'lishini bilaman. Ularni propaganda turiga olib borasiz, janob prezident. Siz armiyangizga odamlarni jalb qilishda muammolarga duch kelganingizga qo'shilmaysizmi? Amerika Qo'shma Shtatlarining avval kabinetiga kelib, mamlakatingizni vayron qilishning oldini olishga urinayotgan ma'muriyatga hujumga o'tishni hurmatga loyiq deb o'ylaysizmi? Bizda muammolar bor, savollar ko'p. Keling boshidan boshlaymiz. Urush paytida hammada muammo bo'ladi, hatto sizda ham. Sizni Rossiya bilan ajratib turuvchi ulkan okean bo'lsa ham. Va siz buni hozir his qilmayapsiz, lekin kelgusida his qilasiz. Siz buni bilmaysiz. Bizga nimani his qilishni uqtirmang. Biz muammoni hal qilishga harakat qilyapmiz. Biz nimani his qilishimizni uqtirmang. Chunki siz uqtiradigan holatda emassiz. Buni yodda tuting.
Yana qaytaraman, chunki siz buni uqtiradigan holatda emassiz. Buni yodda tuting. Siz biz nimani his qilishimizni uqtiradigan holatda emassiz. Siz ta'sirini his Biz o'zimizni juda yaxshi his qilamiz. Siz bundan yaxshi holatda emassiz. Urush Sizda hozir boshlangandan ko'zirlar beri yo'q. Biz bilan ko'zirlaringiz paydo Men bo'ladi. karta o'ynamayapman. Hech qanaqa ko'zir yo'q. Hech qanaqa ko'zir janob prezident. Men mutlaqo jiddiyman. Karta o'ynayapsiz. Siz millionlab Men odamlarning mamlakatingizga har hayoti bilan tomonlama hurmat o'ynashyapsiz. bilan qarayman. Siz 3-jahon urushi bilan Ko'p marta. o'ynashyapsiz Hatto va bugun siz ham. qilayotgan Bugun ham. ishlar mamlakatga, bu mamlakatga Siz nisbatan o'ylaysizki, juda agar urush hurmatsizlik, haqida bu juda baland mamlakat ovozda sizni gapirsangiz, ko'pchilik aytganidan siz- ham ko'proq qo'llab-quvvatladi. U baland ovozda gapirmayapti. Mamlakatingiz o'ta qiyin ahvolda. Bir Maylimi, daqiqa. javob Yo'q, bersam yo'q, maylimi? Siz ko'p gapirdingiz. Mamlakatingiz og'ir Bilaman, ahvolda. Biror marta rahmat aytingizmi? Ko'p marta. Yo'q. Butun uchrashuv davomida siz Pensilvaniyaga borib, oktyabr oyida muxolifat uchun tashviqot olib borgandingiz. Amerika Qo'shma Shtatlari va mamlakatingizni qutqarishga harakat qilayotgan prezidentga minnatdorchilik bildiring. Siz g'alaba qozona olmaysiz. Siz Shunchaki bunaqasiga rahmat g'olib ayting. bo'la olmaysiz. Men bu kabinetda Biz tufayli rahmat g'alaba aytdim. qozonish uchun juda yaxshi imkoniyatga egasiz. Siz yolg'iz emasdingiz. Biz sizga bu ahmoq prezident orqali 350 milliard dollar berdik. Siz o'z prezidentingizga ovoz bergansiz. Biz qolamiz, janob prezident. Biz o'z mamlakatimizda qolamiz. Kuchli Biz bo'lib sizga qolamiz. harbiy texnika Urushning berdik. boshidanoq Sizlar biz jasur yolg'iz odamlarsiz, edik. lekin Va biz minnatdormiz. Men bu ular kabinetda bizning rahmat harbiy dedim. texnikamizdan foydalanishga majbur Men bo'lishdi. rahmat dedim. Agar sizlarda bizning harbiy texnikamiz bo'lmaganda, bu urush 2 haftadan keyin tugardi. 3 kundan keyin. Balki kamroq ham. Men sizga aytsam, bu yo'l bilan ish yuritish juda qiyin bo'ladi. Men buni Putindan eshitganman. Ammo bilasizmi, men 2 haftadan o'ylaymanki, keyin. Amerika xalqi nima bo'layotganini ko'rishi foydali menimcha. Bu juda muhim. Kelishmovchiliklar borligini tan oling va Men nohaq Amerika bo'lganingizda xalqiga ko'p Amerika marta aytgan. ommaviy axborot vositalarida munosabatlarni oydinlashtirishga urinishni o'rniga keling. Bu kelishmovchiliklarni hal qilaylik. Bilamizki, siz nohaqsiz. Shuning uchun men buni uzoq vaqt qo'llab-quvvatladim. Siz minnatdor bo'lishingiz kerak. Sizda ko'zirlar yo'q. Siz u yerga ko'milgansiz. Xalqingiz qirilmoqda. Men Askarlaringiz minnatdorman. tugayapti. Menga qarang, sizlarda askarlar Albatta. tugamoqda. Keyin siz Biz urushni bizga to'xtatishni shunday istaymiz. deysiz. Men o't ochishni nima to'xtatishni dedim? xohlayman. Men o't ochishni to'xtatishni xohlayman. Men ketishni istayman dedim? va shuni xohlayman. Quloq soling, agar siz hoziroq o'q otishni to'xtatishga erishganingizda, men sizga shunday degan bo'lardim. Qabul qiling, toki o'qlar uchishdan va odamlaringiz halok bo'lishdan to'xtasin. Albatta, biz urushni to'xtatishni istaymiz. Ammo siz o't ochishni to'xtatishni xohlamasligingizni aytdingiz. Kafolatlar Men bilan. o't ochishni to'xtatmoqchiman, chunki tinchlik bitimidan ko'ra o't ochishni to'xtatishga tezroq erishiladi. Odamlarimizdan o't ochishni Bu to'xtatish men haqida bilan so'rang. bo'lmagan. Bu Bayden ismli yigit bilan bo'lgan. U unchalik aqlli odam emas. Ular nima deb Bu o'ylashadi? Obama Sizga bilan baribir. bo'lgandi. Kechirasiz, bu sizlarga choyshab bergan Obama bilan bo'lgan. Men esa Bu sizga sizning Javelin prezident berganman. edi. Men bu tanklarni yo'q qilishingiz uchun sizga Javelin raketalarini berganman. Obama sizga choyshab bergan. Siz aslida ko'proq minnatdor bo'lishingiz kerak, chunki men sizga aytsam, qo'lingizda ko'zirlaringiz yo'q. Biz bilan esa ko'zirlaringiz bo'ladi. Ammo bizsiz sizlarda hech qanaqa ko'zir yo'q. Bitim tuzish qiyin bo'ladi, chunki munosabat o'zgarishi Agar kerak. Rossiya bu muzokaralarni buzsa-chi, unda nima qilamiz? Nima deyapsiz? U Rossiya sulhni buzsa nima bo'ladi deyapti. Agar bordi-yu nimadir bo'lsa, hozir boshingizga bomba tushsa nima bo'ladi? Okay? Ular kelishuvni buzishdimi men bilmayman. Ular Bayden davrida kelishuvni buzishgan, hurmat qilmagan. Ular Obamani hurmat qilmadi. Meni hurmat qilishadi. Sizga aytsam, Putin men bilan ko'p narsalarni boshdan kechirdi. U jodugarlar ovini boshdan kechirgan. Rossiya. Siz bu bitim haqida hech eshitganmisiz? Hunter Biden, Joe Biden, Clinton bilan iflos mojaro. Ayyor Adam Schiff bu demokratlarning firibgarligi edi. U esa buni boshidan kechirishiga to'g'ri keldi va u buni uddaladi. Ammo o'shanda urushlar bo'lmagandi. U aloqasi bo'lmasa ham bularni boshdan kechirgan. Bularning barchasida uni ayblashgan. Barchasi Hunter Bidenning vannasidan boshlangan. Bu Hunter Bidenning yotoqxonasidan chiqqan. Bu jirkanch edi. Keyin esa ular, bu do'zaxiy noutbukni Rossiyadan tashlab ketishgan deyishdi. FQBning 51 agenti bu yolg'onni qo'llab-quvvatladi. Barchasi yolg'on edi va u buni boshdan kechirishga
olishga majbur bo'ldi. Men aytishim mumkin bo'lgan yagona narsa shuki, u Obama va Bush bilan kelishuvlarni buzgan. Ehtimol Bayden bilan ham shunday bo'lgan, balki yo'q. Nima bo'lganini bilmayman. Lekin u men bilan kelishuvlarni buzmadi. U bitim tuzishni istaydi. Tuza oladimi yoki yo'qmi, bilmadim. Ammo muammo shundaki, men sizga zo'r yigit bo'lish imkoniyatini berdim. Qo'shma Shtatlarsiz zo'r yigit bo'la olmasdingiz deb o'ylayman. Va sizning odamlaringiz ham juda dovyurak. Ammo siz yoki bitim tuzasiz yoki biz chiqamiz. Agar biz chiqsak siz jang qilasiz. Bu sizga yoqadi deb o'ylayman, lekin siz jang qilasiz. Lekin sizlarda hozirning o'zida ko'zir yo'q. Lekin biz bu bitimni imzolasak, sizning pozitsiyangiz ancha yaxshi bo'lib qoladi. Ammo siz o'zingizni mutlaqo minnatdor emasdek tutyapsiz va bu yaxshi emas. Bu esa chiroyli ish emas. To'g'risini aytaman, chiroyli emas. Xo'p, menimcha biz yetarlicha ko'rdik. Nima deb o'ylaysiz? Bu televideniyada zo'r ko'riladi. Men sizga aytsam, mayli buni hal qilish uchun nima qilishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Mojarodan keyin ikki prezidentning yopiq muzokaralari bekor qilindi. Zelenskiy Oq uyni muddatidan oldin tark etishga majbur bo'ldi. Foydali qazilmalar bo'yicha kelishuv ham imzolanmay qoldi. Uchrashuvdan keyin Trump ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida post qoldirib, yana bir bor Zelenskiyni hurmatsizlikda aybladi va postini shunday so'zlar bilan yakunladi: "U tinchlikka tayyor bo'lganda qaytishi mumkin."